Bugun fransuz nonining yuragi bo'lgan baget nonini qanday tayyorlanishini o'rganamiz. Suv, droji, unni aralashtirib apara qilib olamiz. 1 soat xona haroratida turadi. Kepakli un bilan oliy navli unni aralashtirib, muzli suv solib, nomiga xamir qorib, uni ham 1 soatga olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin xamirimizga droji, tuz, apara va yana ozgina suv solib, mikserda xamir qorib olamiz. Mikserda 5 daqiqa past tezlikda, 5 daqiqa baland tezlikda aylantirib xamir qorib olamiz. Endi xamirni oshirib olamiz. 40 minutdan so'ng videoda ko'rsatilgandek xamirni cho'zib taxlab olamiz. Bu hol umumiy 4 marta takrorlanadi har 40 minutda. 4 marta xamirni cho'zib taxlab oldik. 40 minut kutamiz va xamirni un sepilgan stolga ag'darib, tarozlarda tortib olamiz. Mana listim katta bo'lgani uchun har bir xamirni 330 grammdan kesdim. Uy sharoitida 150 grammdan kessangiz bo'ladi. Baget noniga birinchi ishlovni mana shunday berib, 20 daqiqa dam beramiz. 20 daqiqadan so'ng baget noniga ikkinchi ishlovni beramiz va listlarga har bir bagetni orasini ochiq qilib joylab chiqamiz. Endi navbat oshirishga sovuq yoki ochiq duxovkaga qaynagan suv qo'yib, bagetlarimizni shu duxovkaga joylab 1,5 soat oshirib olamiz. Bagetlarimiz oshib chiqdi, ustiga un sepib, kesib chiqamiz va duxovkaga 240 gradusga 20 daqiqaga yuboramiz. Baget duxovkaga kirishi bilan kuchli bug' kerak. Sun'iy bug' hosil qilish uchun mayda toshlardan foydalandim. Bagetlar pishib chiqsa, natija menimcha yomon emas. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va do'stlaringizga ham jo'nating.